Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Yangi cheklovlar, yangi tekshiruvlar va pensiya to'lovida e'tibor beriladigan holatlar. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, bank kartasidan foydalanayotganlarga, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlarga va chet elga vaqtincha chiqib ketgan fuqarolarga bevosita tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta muddat o'tib ketsa yoki bitta noto'g'ri ariza berilsa, pensiya to'lov vaqtcha to'xtab qolishi, qayta hisoblash kechikishi yoki ortiqcha to'langan summa qaytarib undirilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga kimlar xavotir olishi kerak, kimlar uchun hech qanday muammo yo'q, qaysi holatlarda pensiya to'xtatilishi mumkin, qaysi hujjatlar tayyor bo'lishi kerak, qayerga murojaat qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish pulingizni, vaqtingizni va asabingizni saqlab qoladi. Avval ko'p pensionerlar pensiyani bir marta rasmiylashtirib olgandan keyingi yillarda deyarli hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylardi. Ya'ni pensiya tayinlandi, karta ochildi yoki pochta orqali to'lov yo'lga qo'yildi. Tamom. Endi har oy pul tushaveradi degan tushuncha bor edi. Amalda ham ko'p yillar davomida odamlar hujjatlarni qayta tekshirtirmasdan, yashash joyi o'zgarsa ham vaqtida xabar bermasdan, chet elga chiqib ketgan bo'lsa ham ma'lumot bermasdan, ishonchnomani yangilamasdan yurishgan. Endi esa pensiya tizimida ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Fuqaroning yashash joyi, bank kartasi, ishlash holati, chet elga chiqish-kirish ma'lumotlari, nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha o'qish holati, ishonchnoma muddati kabi ma'lumotlar tekshiriladi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, pensionerning o'zi men hech narsa o'zgartirmadim deb o'ylasa ham, davlat tizimlari ichida ma'lumot o'zgarsa, pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Men bu yerda qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, maqsadim sizni tayyorlash. Chunki hamma pensionerga cheklov qo'yilmaydi. Pensiyasi qonuniy tayinlangan hujjatlari joyida, yashash manzili to'g'ri, kartasi faol, ishonchnomasi haqiqiy, nogironlik yoki boshqa asoslar muddati o'tmagan fuqarolar odatdagidek pensiyasini olaveradi. Lekin ayrim toifalar albatta tekshirishi kerak bo'lgan holatlar bor. Asosiy qism bin. Nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xavotir olmasam bo'ladi? Birinchi muhim cheklov. Pensiya oluvchining shaxsi va yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar mos bo'lishi kerak. Masalan, pensioner Toshkent viloyatida ro'yxatda turadi. Lekin doimiy ravishda Samarqandda farzandnikida yashaydi. Agar pensiya pochta orqali yetkaziladigan bo'lsa, pochta xodimi pensionerni manzilda topolmaydi. Bir oy topolmasa, 2 oy topolmasa, tizimda savol paydo bo'ladi. Fuqaro haqiqatdan ham shu manzildami, pensiyani o'zi olyaptimi yoki boshqa shaxs olyaptimi? Bunday vaziyatda to'lov vaqtincha ushlanishi mumkin. Agar pensiyani bank kartasiga olsa, muammo kamroq bo'ladi. Lekin baribir shaxsiy ma'lumotlar yangilanib turishi kerak. Masalan, 58 yoshli ota pensiyani pochta orqali oladi. U 3 oyga qizning uyiga ketdi. Pochta xodimi 2 marta keldi, ota uyda yo'q, qizning uyida dedi. Lekin rasmiy ma'lumot yo'q. Natijada to'lov keyingi oyda aniqlik kiritilguncha kechikishi mumkin. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l pensiyani bank kartasiga o'tkazish yoki vaqtincha yashash manzili va aloqa telefonini pensiya jamg'armasi bo'limiga bildirish. Ikkinchi cheklov. Ishonchnoma orqali pensiya olishda ehtiyot bo'lish kerak. Ko'p hollarda pensionerning o'zi yura olmaydi, kasal, uzoqda yashaydi yoki bankka borishga qiynaladi. Shunda farzandi, nabirasi yoki qarindoshi ishonchnoma asosida pensiyani oladi. Bu qonuniy holat. Lekin ishonchnomaning muddati bor. Muddati tugagan ishonchnoma bilan pensiya olish mumkin emas. Bundan tashqari pensioner vafot etgan bo'lsa, ishonchnoma o'z kuchini yo'qotadi. Vafotdan keyin pensiyani olish noqonuniy hisoblanadi va keyin bu pul qaytarib undirilishi mumkin. Masalan, ona 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. O'g'li ishonchnoma bilan bank kartasidan foydalanadi. Ishonchnoma 2024 yil dekabrgacha berilgan, lekin o'g'il 2025 yil yanvarda ham baribir onamniki deb pul yechib oldi. Agar tizimda ishonchnoma muddat tugagani aniqlansa, bank yoki pensiya organi to'lovni cheklashi mumkin. Agar pensiya ortiqcha olingan bo'lsa, qaytarish talab qilinadi. Shuning uchun ishonchnoma muddatini telefoningizga eslatma qilib qo'ying.
tugashidan kamida 10-15 kun oldin yangilang. 3-cheklov. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar uchun tibbiy ko'rik muddati. Hamma nogironlik bir xil emas. Ayrim fuqarolarga nogironlik muddatsiz beriladi, ayrimlarga esa ma'lum muddatga beriladi. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati tugasa va fuqaro qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Misol uchun, 55 yoshli fuqaro ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha pensiya oladi. Uning ko'rik muddati inobrentda tugaydi. U esa keyin boraman deb iyungacha cho'zadi. Natijada aprel, may, iyun oylarida to'lov masalasida muammo paydo bo'ladi. Agar qayta ko'rikdan o'tib nogironlik tasdiqlansa, ayrim hollarda to'lov qayta tiklanadi, lekin kechikish, asabiylashish, hujjat tashish boshlanadi. Shuning uchun tibbiy ko'rik muddat tugashidan oldin poliklinikaga murojaat qilish kerak. 4-cheklov o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi talabalar va o'quvchilar. Bu yerda ham ko'p odamlar adashadi. Masalan, bola 18 yoshga to'ldi. Agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ma'lum shartlar asosida pensiya davom etishi mumkin. Lekin o'qishni tashlab qo'ysa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki o'qish joyidan chiqarilsa, bu haqda xabar berilishi kerak. Aks holda ortiqcha to'langan summa keyin qaytarilishi mumkin. Masalan, talaba har oy 800 ming so'm o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U sentyabrda institutga kirdi, lekin yanvarda o'qishni tashladi. Agar bu ma'lumot vaqtida bildirilmasa va pensiya yana 5 oy tutsa, jami 4 million so'm ortiqcha to'lov paydo bo'lishi mumkin. Keyin bu pulni birdaniga qaytarish oilaga og'ir tushadi. Shuning uchun o'qish holati o'zgarsa, darhol ma'lumotnoma olib, pensiya bo'limiga murojaat qilish kerak. 5-cheklov. Chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Bu juda nozik mavzu. Ko'p pensionerlar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarga farzandlari yoniga ketadi. Ba'zilari davolanishga ketadi, ba'zilari bir necha oy yashab keladi. Agar pensioner O'zbekistonda doimiy ro'yxatda tursa, bank kartasi orqali pensiya olsa, odatda pul tushishi davom etadi. Lekin ayrim holatlarda uzoq muddat chet elda bo'lish, yashash joyi va maqom o'zgarishi, boshqa davlatdan pensiya olish hujjatlarining yangilanmasligi savollar tug'dirishi mumkin. Masalan, pensioner 6 oyga Turkiyaga ketdi. Kartasiga pensiya tushyapti. Bu holatda farzandlari uning kartasidan O'zbekistonda pul yechib yuribdi. Agar bank xavfsizlik tizimi shubhali operatsiyani ko'rsa yoki karta egasining o'z mamlakatda emasligi bilan bog'liq savol tug'ilsa, karta vaqtincha bloklanishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas. Lekin pulga kirish cheklanishi mumkin. Shuning uchun kartani begona odamga bermaslik, bank bilan aloqa raqamini yangilash, mobil ilovani o'rnatish va zarur bo'lsa ishonchnomani qonuniy rasmiylashtirish kerak. 6-cheklov. Ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensioner ishlasa pensiyasi kesiladi deb qo'rqadi. Buni ham to'g'ri tushunish kerak. Oddiy yoshga doir pensiya oluvchi fuqaro ishlashi mumkin, lekin ayrim turdagi ustamalar, kompensatsiyalar, ijtimoiy yordamlar yoki alohida toifalarga beriladigan imtiyozlar ishlash holati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuningdek, ish staji qo'shilgani uchun keyin pensiyani qayta hisoblash masalasi paydo bo'ladi. Bu yerda xavotir emas, tartib kerak. Masalan, 33 yoshli erkak pensiyaga chiqqandan keyin yana 2 yil qorovul bo'lib ishladi. U oylik oldi, korxona ijtimoiy soliq to'ladi. Keyin u pensiyasini qayta hisoblatish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin korxona uni rasmiy ishga olmagan bo'lsa, hujjatlarda staj ko'rinmaydi. Natijada u 2 yil ishlagan bo'lsa ham pensiyaga ta'sir bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar mehnat shartnomasi, buyruq, ish haqi ma'lumotlari va soliq to'lovlari rasmiy yuritilayotganini tekshirish kerak. 7-cheklov, bank kartasi va biometrik tasdiqlash masalalari. Hozir ko'p to'lovlar bank kartasi orqali amalga oshiriladi. Karta muddati tugasa, karta bloklansa, PIN kod noto'g'ri kiritilsa, telefon raqami o'zgarsa yoki karta egasi vafot etgan bo'lsa, puldan foydalanish cheklanadi. Bu pensiya tizimidagi cheklov emas, bank xavfsizligi talabi. Lekin pensioner uchun natija bitta, pulni ola olmaydi. Masalan, pensionerning kartasi 2025 yil fevralgacha amal qiladi. U mart oyida pensiya tushmagan deb o'ylaydi. Aslida pensiya tushgan bo'lishi mumkin, lekin karta muddati tugagan. Yangi karta olish uchun bankka pasport yoki ID karta bilan borish kerak. Agar pensioner yura olmasa, bankning mas'ul xodimlari bilan bog'lanish
yoki qonuniy vakil orqali rasmiylashtirish yo'lini so'rash kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, pensiya to'xtatilsa, bu har doim ham pensiya butunlay bekor qilindi degani emas. Ko'pincha to'lov aniqlik kiritilguncha vaqtincha ushlanadi. Masalan, hujjat yetishmaydi. Ma'lumot bazada mos kelmaydi. Bank rekviziti xato, nogironlik muddati tugagan, ishonchnoma muddati o'tgan. Fuqaro hujjatni to'g'rilasa, to'lov qayta tiklanadi. Shuning uchun darhol vahimaga tushmaslik, lekin kechiktirmasdan harakat qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat ortiqcha to'lov masalasi. Agar pensiya fuqaroning aybisiz ortiqcha to'langan bo'lsa, alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Lekin fuqaro muhim ma'lumotni yashirgan bo'lsa, masalan o'qishni tashlaganini aytmagan bo'lsa, vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechishda davom etilgan bo'lsa, boshqa davlatdan pensiya olayotgani haqida ma'lumot bermagan bo'lsa, unda pulni qaytarish masalasi qo'yilishi mumkin. Men doim shuni tavsiya qilaman, sizga tegishli holat o'zgardimi, demak xabar bering. Xabar bergan odam keyin men bilmagan edim deb qiynalmaydi. Uchinchi nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana bo'yicha xatolar. Eski mehnat daftarchalarida bir harf boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda Yo'ldoshev, mehnat daftarchasida Yuldashev, diplomda boshqa yozuv. Avval bunday xatolar ko'p hollarda qo'lda tushuntirilardi. Hozir elektron tizimda bitta harf farqi ham hujjatni avtomatik bog'lashga xalaqit berishi mumkin. Natijada staj hisobga olinmay qolishi yoki qayta hisoblash cho'zilishi mumkin. Bunday vaziyatda arxiv ma'lumotnomasi, sud orqali faktni tasdiqlash yoki tashkilotdan tuzatish xati talab qilinishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat, qishloq joylarda yashovchi pensionerlar ko'pincha meni hamma taniydi deb hujjatni e'tiborsiz qoldiradi. Lekin tizim odamni tanish bilan emas, hujjat bilan ishlaydi. Mahalla raisi bilishi, qo'shnilar tanishi, pochta xodimi avvaldan ko'rgan bo'lishi yordam beradi. Ammo asosiy dalil baribir pasport, ID karta, ro'yxat, bank rekviziti, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi va rasmiy arizadir. 5-nozik jihat, pensioner vafot etgandan keyingi to'lovlar. Bu juda og'riqli, lekin muhim mavzu. Oila a'zolari yaqin yo'qotgan paytda ko'p narsaga e'tibor bermaydi. Lekin vafotdan keyin pensiya to'lovi bo'yicha tartib bor. Agar pul vafot etgan sanadan keyingi davr uchun tushsa va oila a'zolari uni yechib olsa, keyinchalik qaytarish talab qilinishi mumkin. Shu bilan birga, dafn puli yoki olinmay qolgan pensiya bo'yicha qonuniy tartibda murojaat qilish mumkin bo'lgan holatlar ham bor. Farqi shundaki, hammasi rasmiy ariza va hujjat bilan qilinishi kerak. 6-nozik jihat. Imtiyozli pensiya oluvchilar, ayrim kasblar, zararli mehnat sharoiti, ko'p bolali onalar, harbiy xizmat, huquqni muhofaza qiluvchi tizimlarda ishlaganlar, maxsus stajga ega shaxslar bo'yicha pensiya tayinlashda qo'shimcha hujjatlar talab qilinadi. Agar keyin tekshiruvda staj noto'g'ri tasdiqlangani, korxona hujjati yetarli emasligi yoki imtiyozli davr noto'g'ri kiritilgani aniqlansa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun imtiyozli pensiya olganlar o'z hujjatlarini alohida papkada saqlash kerak. Mehnat daftarchasi nusxasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxiv hujjatlari, lavozim bo'yicha buyruqlar, ish sharoiti tasdiqlari. 7-nozik jihat, telefon orqali aytishdi degan gap yetarli emas. Agar siz pensiya bo'limiga qo'ng'iroq qilsangiz, maslahat olishingiz mumkin. Lekin muhim masalada ariza yozish kerak. Ariza qabul qilingani haqida kirim raqami yoki tasdiq bo'lishi kerak. Chunki keyin nizo chiqsa, men aytgandim degan gapni isbotlash qiyin. Rasmiy murojaat esa sizni himoya qiladi. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilyaptimi? Yashash manzili to'g'rimi? Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizdami? Bank kartangiz muddati tugamaganmi? Pensiya daftarchasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumotlaringiz bormi? Shularni ko'rib chiqing. Agar sizning pensiyangiz bank kartasiga tushsa, kartaning amal qilish muddatini bugunoq tekshiring. Ikkinchi qadam. Agar pensiyani boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, ishonchnomani tekshiring. Ishonchnoma qachon berilgan, qachon tugaydi? Unda aynan pensiya olish, bankdan pul yechish yoki hisobni boshqarish vakolati yozilganmi, shularni ko'ring. Ishonchnoma umumiy yozilgan bo'lsa ham, bank ayrim amaliyotlar uchun aniq vakolat talab qilishi mumkin. Shuning uchun notariusga borganda pensiya mablag'larini olish, bank kartasi va hisob varaq bo'yicha amaliyot qilish kabi mazmun aniq ko'rsatilishini so'rang.
Uchinchi qadam nogironlik boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa muddatli pensiya olsangiz, muddatlarni yozib qo'ying. Tibbiy ko'rik sanasi o'qish ma'lumotnomasi topshiriladigan sana. Farzandning 15 yoshga to'ladigan sanasi o'quv yili boshlanishi va tugashini alohida belgilab qo'ying. Men tavsiya qilaman. Oddiy daftar oching va pensiya hujjatlari deb yozing. Har bir muhim sanani shu daftarga kiriting. 4-qadam yashash joyingiz o'zgarsa xabar bering. Boshqa viloyatga ko'changiz, uzoq muddat farzandingiznikida yashasangiz, pochta orqali pensiya olsangiz, albatta pensiya bo'limi yoki mahalla orqali tartibni aniqlang. Bank kartasiga o'tkazish ko'p holatda qulayroq, lekin karta ham xavfsiz saqlanishi kerak. Kartaning PIN kodini hech kimga aytmang. Farzandingiz bo'lsa ham qonuniy yo'l ishonchnoma orqali amalga oshirilgani ma'qul. 5-qadam, agar pensiya tushmay qolsa, darhol 3 joyni tekshiring. Avval bankni tekshiring. Karta ishlayaptimi? Hisob bloklanmaganmi? SMS xabar kelganmi? Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. To'lov yuborilganmi? Hujjat bo'yicha muammo yo'qmi? 3-bo'lib, o'zingizdagi asosni tekshiring. Nogironlik muddati ishonchnoma, o'qish ma'lumotnomasi, yashash manzili. Ko'pincha muammo shu 3 yo'nalishdan birida bo'ladi. 6-qadam, murojaat qilganda hujjatlarni to'liq olib boring. Odatda pasport yoki ID karta, bank karta rekvizitlari, pensiya bo'yicha hujjatlar, mehnat daftarchasi nusxasi, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma, nikoh tug'ilganlik guvohnomasi, vafot guvohnomasi, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida, lekin hujjat qancha tayyor bo'lsa, ish shuncha tez bitadi. 7-qadam, ariza yozganda aniq yozing. Masalan, mening pensiya to'lovim 2025 yil mart oyidan buyon tushmayapti. Sababini aniqlab berishingizni va to'lovni tiklash choralarini ko'rishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar qayta hisoblash bo'lsa, pensiyamni qo'shimcha ish staji va ish haqi ma'lumotlari asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozing. Arizaga ilova hujjatlarni sanab chiqing. Ariza nusxasini o'zingizda saqlang. 8-qadam. Farzandlar pensioner ota-onasini hujjatlarini tartibga keltirsin. Ko'pincha ota-onalar men borolmayman, ko'zim yaxshi ko'rmaydi, eshitmayman deydi. Farzandlar esa faqat karta pulini yechib berish bilan cheklanadi. Bu noto'g'ri. Farzand ota-onasining karta muddati, telefon raqami, ishonchnoma, tibbiy ko'rik, manzil, pensiya miqdori, imtiyozlar haqida bilishi kerak. Bu nazorat qilish emas, yordam berishdir. 9-qadam. Hech qachon hujjatni soxtalashtirmang va tanish orqali hal qilaman demang. Pensiya masalasi pul bilan bog'liq bo'lgani uchun keyin tekshiruv bo'lsa, javobgarlik kelib chiqishi mumkin. Eng xavfsiz yo'l rasmiy yo'l. Agar haqingiz bo'lsa, hujjat bilan isbotlang. Agar xatolik bo'lsa, yozma murojaat qiling. Agar rad javobi olsangiz, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. 10-qadam. Pensiya miqdorini va hisob-kitobni vaqti bilan tekshirib turing. Ba'zan odamlar yillar davomida qancha tushsa, shuncha deb yuradi. Lekin staj qo'shilishi, ish haqi ma'lumotlari topilishi, qonunchilikdagi indeksatsiya, ustamalar, yosh yoki nogironlik holati o'zgarishi pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun kamida yiliga bir marta pensiya bo'yicha ma'lumotlaringizni ko'rib chiqing. Demak, pensionerlar uchun asosiy xavf shundaki, pensiya o'z-o'zidan to'xtab qolmaydi. Lekin hujjat, muddat, manzil, bank kartasi, ishonchnoma, nogironlik ko'rigi, o'qish holati yoki chet elda bo'lish kabi masalalarda nomuvofiqlik bo'lsa, to'lov vaqtincha cheklanishi mumkin. Kimning hujjatlari joyida bo'lsa, kim o'zgarishlarni vaqtida bildirsa, kim bank kartasi va ishonchnomani tartibda saqlasa, u odatdagidek pensiyasini olishda davom etadi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun videodan keyin hujjatlaringizni bir marta tekshirib chiqing. Karta muddatini ko'ring, ishonchnomani tekshiring, tibbiy ko'rik sanasini yozib qo'ying, o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lsa tayyorlang. Yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa xabar bering. Bitta oddiy tekshiruv keyingi oyda katta muammoning oldini olishi mumkin. Agar sizda pensiya to'xtashi, qayta hisoblash, ishonchnoma, chet elda bo'lish yoki bank kartasi bilan bog'liq savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyatdan ekaningizni va vaziyatingizni qisqacha tushuntiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga albatta obuna bo'ling. Chunki pensionerlarning huquqini bilishi
o'z pulini vaqtida olishi va ortiqcha muammoga tushmasligi men uchun juda muhim.